Assalomu alaykum, quda. Assalomu alaykum. Duvormoqchi edim, jetkim kelmayapti. Mayli, va alaykum assalom. Qoraytirib olibsiz-da mashinani. Assalomu alaykum xudo xola. Xo'jayi, yaxshi borib keling. Nima deyapsiz? Bu meni qizim. Zebo? Qanaqa Zebo? Munisa-ku. Munisa edi aytgancha, kelin adesda. Men qarang, ana Xusori ikkita qo'yim bor. Hech semirtira olmasdan o'lyapman. Nima berib? 3 oyda shunaqa semirib ketdimi? Kasal bo'lib qoldim. Yo, ko'l qildingizmi? Menga qarang, kuyov qani u arazlab ketib yoribdi-ku. To'xtang. Bu kuyov emas. Bu boshqa bitgan g'urbat. Arazlab ketib yoribdi uydan. Bunaqa sharbi, anaqa qiz bilan arazlikda odam. Keling, yumalab kelib qolarsizlar. Tavba qildim. Yo. Yuringlar. Ichkariga. Qudalar. Kelin, siqdingizmi eshikdan? Hozir mana Oyjamolni chaqiramiz. O'g'lim, anaqa, nima? Cho'tosh pastga. Labbay dadajon. Mana kelishdi. Sizni otachoningiz va haligi operativ nima deydi xotiningiz. Dadajon, men bormayman bularnikiga qaytib. Nega kelishdi? Ko'rgani ko'zim yo'q bularni. Ket. Siz emas. Kudati, ну sinop. Yuring gaplashib olaylik. O'tiringlar. Kelin, sekinroq o'tiring. Bu stulni sizni uyingizdan ham qimmatroq turadi. Kelin, ishtovali qimmat ishtovali. Sekinroq o'tiring dedim sizga. Men qara, o'g'lim. Yo'qman. Menga qara. Dada, men bormayman. Nega? Men bularning uyiga bormayman. Nima uchun? Anu dadam menga gelik bermadi, velik ham bermadi. Endi unaqa bo'lmaydi. Xudo. Xatib samakat olib bering, samakat. Olib beraman, kuyov, olib beraman. O'g'lim, unaqa qilasan, unaqa qilma. Sen past ketma, hech qachon. Agar birov bir narsa olib bermasa, olib bermadi, bizga aytib minnat qilma bo'ladi. Tushundingmi? Yuri. Ha. Xudo, bu sizlarda ham kibeli idishlari bormi? Kibelli idishlardan faqat bizda bor buyruqimiz. Albatta bizda ham bor. O'zi aslida Kibillaxon o'zi bizani xolamni qizi bo'ladi. Ammam bo'ladi. Ha, biz bilan katta bo'lgan. Xullas o'zicha yoqqa borib kibelli bo'lganda. Bu idishlarni sizga kim bergan? Mana bunisini. Mana xotinimning dadasi. Ya'ni qaynatam sovg'a qilgan. Bunisini qaynaqalarim. Ikkitasi qaynaqam bor. Qolgani jiyanlar, anaqa. Ana mana kichkina kelin padarga qilgan. Ko'rdingizmi? Ana xullas, men nima demoqchiman? Kibelli yopish bo'ladi. Men dadam ham ichkiyov. Nima qildi? Men bundan uyalmayman, men bundan faxrlanaman. Chunki sening bobang kim bo'lgan? Ichkiyov. Bobang babasiz. Ichkiyov. Shuning uchun bizni bobolarimiz aytishganki, uy qurma. Faqat xotinnikida yasha deyishgan. Shundaymi? Xotinnikida yegin deyishgan. Kiyimiga javob bersin degan. Erkak kishi nima uchun tug'ilgan? Yashash uchun. Men faxrlanaman oilamda. To'ppa to'g'ri. Shuning uchun taksto'maga qarang, boshqa o'rtmang. Men xudo. Agar yashayman desanglar yashayver. Agar yo'q desanglarchi, ana darvozani pulti bor, ochib qo'yaman, keyin chiqib ketaveringlar. Yo'q. Ming bor uzr. Bizda o'tdik. Kechiring. Agar kuyov uyga qaytsangiz, bilasizmi? O'rikzordagi 28 ta do'konimni, 2 ta avtosalonimni, xullas hamma biznesimni kuyovimning nomiga o'tkazaman. Dadajon, janovatingni. Lipoy odam dada bo'lib ketaveradimi? Yo'q, uzr dada. Ko'chadagi lipoy odam, astronomkadagi lipoy odam dada bo'lib ketaveradimi? Yo'q. Men kimman? Bolam, men ko'rlamak. Yemek yedirdim, ichmay ichirdim. Kiymay kiydirdim-ku. Chekmay chekirdingiz. Bolam, dada deydi. Sana dada emas o. O'chara hojinglar. Shundaymi? Bugundan e'tiboran bu inson senga emas. Menga dada bo'ladi. To'g'rimi dadajon? Yana qiz nimadir beraman dedingiz-ku dada. Esni tushunmasdan qoldim, nima?